Respublikamiz elektr ta'minoti ishonchliligi va barqarorligini oshirish maqsadida O'zbek Energiya ta'mir mutaxassislari tomonidan Mirzo Ulug'bek tumanidagi Tuzel va yangi Tuzel podstansiyalarida modernizatsiya qilish ishlari to'liq bajarildi. Loyiha doirasida podstansiyaning elektr infratuzilmasi yangilandi, yangi texnologik inshootlar barpo etildi, metal konstruksiyalar, kabel kommunikatsiyalari va zamonaviy elektr uskunalari o'rnatildi. Yangi Tuzel podstansiyasida har biri 25 ming kilovolt quvvatga ega bo'lgan ikkita kuch transformatori o'rnatildi va tarmoqqa ulandi. Obyektdagi modernizatsiya ishlari 100% yakunlandi. Tuzel podstansiyasida yangi kuch transformatori o'rnatilib, zamonaviy elektr qurilmalari bilan jihozlandi. Barcha montaj va sinov sozlash ishlari yakunlanib, obyekt foydalanishga topshirildi. Amalga oshirilgan ishlar natijasida podstansiyalarning texnik imkoniyatlari kengaytirilib, poytaxtimiz elektr ta'minoti ishonchliligini yanada oshirish uchun mustahkam infratuzilma yaratildi. Bu loyiha shunchaki modernizatsiya emas, bu poytaxtimizning ishonchli energetik kelajagiga qo'yilgan navbatdagi qadam. O'zbek Energiya ta'mir, ishonchli energetika, barqaror taraqqiyot.